do'stlar, bugun biz sizlar bilan maxsus men bugun ya'ni Ibrahim bilan video olyapman. Ibrahim bilan video olganim yo'q. Ibrahim oldinda o'tiribdi. Ibrahim salomlash. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan maxsus YouTube'da ko'rib turibsiz. Maxi kanaliga obuna bo'ling. Ibrahim kreativ yo'talak Maxi. Menikiga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqin ertaga video chiqadi. Ertaga ikkita qishloqni portlatamiz. 20 tami, 10 tami like bo'lib bersa. Mana u qishloqlarda aynaqasini, boshlig'ini, qalasini va qasrini qaranglar. Ne ahvolda yotibdi. Bu qishloqlar menga basharangga o'tib urishgan edi va men ularni basharasiga o'tib uryapman. Kreativga o'tib olib, bularning qalasini mana shuncha TNTga o'rab chiqdim. Biz mana shu tugani bosishimiz bilan bu butun qishloq portlaydi. Do'stlar, biz bosh bitta narsa qilmoqchimiz. Bu yerda hozir hammasi yerga tushib ketadi. Hammasini ishlatish uchun ishlamasligi mumkin, o'shancha dan foydalanamiz. Bilay qo'ysa bo'lmaydi. Unda bir ustiga tosh qo'yamiz. Mana bu yerga, mana bu yerga, mana bu yerga. Bo'ldi, shekli ketadi. Va bu yerga redstone qo'yib chiqsak, ana bu dastakni tortishimiz bilan qishloq portlaydi. To'xtanglar. Men bosay shuni. Yomg'ir tingandan keyin bosamiz. Chunki hech narsa. Ungacha videomizni qotirib turamiz. Moments later. A few moments later. Necha yillar kutdik. Lekin hali yomg'ir tinmaydi. Necha yil yog'adi o'zi bu yomg'ir? 20 yil yog'adimi? Mayli. Boshni qotirib o'tirmasdan, Ibrahim! Dastak sen bosasanmi, Ibrahim? Dastak sen bosasanmi? Unda sen bos. Va to'xtanglar. Unga deyapti. Oh my god. Hozir men juda ham qotyapti. Va butun boshli qishlog'i yo'q bo'lib ketdi. Bir dona meni uyimdan tashqari. Meni chunki obsidian bilan o'ralgan. Obsidian. Mayli, fakir olib. Jumga kiraman. Mana devorlarga bedrock